AQSh geografiyasiga oid hayratlanarli faktlar. Luiziana shtatidagi o'zgarishlar. Luiziana har 100 daqiqada bitta futbol maydoniga teng quruqlikni boy bermoqda. 1930-yillardan beri shtat 2000 kvadrat mildan ortiq maydonidan ayrildi. Bundan 50 yil avval mavjud bo'lgan joylar bugungi kunda butunlay suv ostida qolib ketgan. Kolorado daryosining taqdiri. Amerikaning eng qudratli daryolaridan biri bo'lgan Kolorado daryosi endi okeangacha yetib bormaydi. Insonlar daryo suvini okeanga yetmasdanoq butunlay quritib yubormoqda. Bir paytlar Grand Kanyonni hosil qilgan bu daryo hozirda shunchaki sahroning o'rtasida to'xtab qoldi. Alyaskadagi g'aroyib orol. AQShning shunday uzoq va g'arbda joylashgan oroli borki, u aslida sharqiy yarim sharda joylashgan. Eng yaqin McDonald's restorani bu yerdan 1,5 mildan ko'proq masofada joylashgan. Bu yerda doimiy aholi yashamaydi va orolga yiliga faqat bir necha hafta davomida borish imkoniyati mavjud. Bu Alyaskadagi Attu orolidir.